Hammaga assalomu alaykum. Xorazm Xanka obunachilari, xudo xolasa bugun Osiyo to'yxonasida Nurmuhammad ukamni sunnat to'yi bo'lib o'tadi. Katta to'yi oqshom ko'rganlaringizda kichkina Qur'on o'qitishmasadi. Bugun xudo xolasa katta to'yi. Bu video jonli efir emas, jonli efir ham bo'lib o'tadi. Jonli efir ham girib ko'rib, like'larni bosib, podpiskalarni bosib kuzatib boraverasizlar. Bu videoda ustaradan qo'yilgan oshxona to'g'rilardan pishirgan shularni ko'rsatamiz. Like'larni bosib, kommentariyalarni yozib, podpiskani bosish yoddan chiqmasin. To'y va reklama murojaatlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. 99lik 020 92 60 telefon nomeriga telefon aytaverasizlar. Adım Sardorbek. Bu to'y Osiyo to'yxonasida bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz Ma'lumotlar. Yine baş bayrağı Polat Bey. aha. Ne var? Ana Polat xizmatdalar. Gazi değil lan bunu. Xizmatdalar. Hemen Usta hozircha shunday bezaladi. Hali hammasi qo'yilmoqda bu yerga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi shu bolalaringiz bilan so'zlashib qoling deb o'tiribman. Assalomu alaykum. Zo'r. Bo'ldi. Ishni so'zlasa o'sha yerda. Bo'ldi. Siz yaxshimisiz? Aytingni. To'yni boshlanishini. Ayting. Tabriklang to'y bilan. Ahtlarımı tebriklayman. Tabriklang. Güllönme şerif yakşuriler. Bunda sağ salamet. İlahi. Hamisha Sizga ham yaxshi salom kunlar olaylik. Rahmet. Shuncha hurmat etibdilar. Yana keldim. Ava, sağlık salomatlik yo'q. Bu yaxshi kunlarni hamisha hammamiz birga kutib qolamiz. Sağ salomat yurib Bu qolamiz. qishadagi avam. Ava. Söyleysin. Kummatam. Girdimi duşunuza? Dushina keldi. Kummatam muru qishadagi birinchi do'st. İlahi. Ben bilan hammasini to'y bilan tabriklaymiz. Yulbaqandan, Mas'ud dayanam hammasini. Sağ bo'linglar. Xursand bo'lsam, Ruslan bo'lsam, nasiba hammangga. Bundan ham katta diplomlarni Ay malades. Sağ bo'linglar hammasini. To'y bilan tabriklaymiz hammangni. Rahmat katta. Tabriklayman hammachkini. Yaxshi. Endi tabriklayman. Sağ Rahmat. bo'linglar, vaqt bo'linglar. İlahi. Sunnatini aytib qutqazini ham aytaylik. İlahi. Ne aytlarga? Ina yudib turibdi, bak. To'g'rilar xizmatdayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum og'a. Siz yaxshimisiz? Yaxshi ildirib beraman. O'zingiz Assalomu alaykum. Assalomu Muborak bo'lsin. Ava. Masa keldingizmi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Harmon ishlar bilan. Salat to'rashmami? Hava, xudo xolasi. Nima salat bu? Bu sveji, xudo xolasi. Sveji Bir salat. svejimiz qoldi. Ha. Aha. Vallahi içanda ishlab turibdi. Xudo xolasi 2 okat büyük. Navna ovqatlar. Birincisine löylü kebap. Aha. İkincisine xudo xolasi tashkiliy mastava. Tashkentski mastava ikkinchisini, birinchisini lo'li kabob ekan. Ava. Eshitganingizdan deng. Adlaringizni, nomerlaringizni aytib bering. Adım Jamal. Aytaveradilar. Jamal og'a. Ha, adım Jamal. Medirden. Madirdan ekanlar. Hava xizmatlar olsa, xudo xolasi aytaverasiz. Nomerlarini aytib bering. Numaralarimiz 93 bilan 93 bilan 090 090 55 34. 55 34. Telefon uraverasizlar. Hava xudo xolasa eldan kelganicha xizmat etamiz. Safardilarim shu haftalari yaxshi kunlari, İlahi. to'ylari buyuring, bo'lib tashib kelinglar xudoyim. İlahi makkanizga. Shu hammamizga shunday yaxshi kunni bering, hamma o'yinda mudom yaxshi kunlar bo'ling, to'ylar bo'ling. Asa mikrofonni olaman. Vajdan ovqatlarni ko'rsataman.
Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Bu shunda nao. Göğüşü. Go'shi. Ha, 3 yerden göğüşünü veremiz. Aha. Şunu gelip veremiz ama. Ha. Tushonka barakallayni. Banda bandesi nao. Sho'rvasimi? Ha, ne kadar kalası var. Bu başka avukat bu. Bu boshqa ovqat? Var. Şimdi silmez kaval. Toshkentskiy mastovi. Aa, içine hemen nerede salamız tamam mı? Kumolu katı. Bandayna çaylar qaynab turibdi. Aha. Böyle kebaplarni gösterib beramiz. Sarı balalar eken sakalım, Allah'ın sütü pazarda Bandayna salatlar. Inabina tayyor holati. Ustara qo'yiladi keyin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Ne böyle bozarlı tükedi mi? Ha, tugadi. Banka ketdi mi? Suv ko'proq. Ketdi. Ikkalasi ham yaxshi. Yaxshi dam oldingizlarmi? Akmaljon bilan gaplashdim-da. Bozorga chiqib ketdi dedi. Ha. Bozorda edik. Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Yaşımız ülke. Aa, rahmat, birga bo'lsin. Saram bo'lsin. Hozir. Mikrofon beraman, bir minut. Nay. Sünnet edilen balanın oyundan mutluluş nasip ediyoruz. Her iki ulumdar olsun. Ataların da bir yere hizmet edelim. Ilohi. Rahmat. Bo'ldi. Yo'q, so'llamayman dedilar. So'llaysizmi? Tabriklar qaring, bang. Ey azizlik tapın. So'llaysizmi? Bo'ldi.
Bu videoni qolganini endi jonli efirda ko'rasizlar, jonli efirga kiringlar.